Xorazmir Temur haqiqatan ham Xorazmni suv ostida qoldirganmi yoki bu shunchaki afsonami? 14-asr oxirlarida Xorazm hududi Husayn Sufiy boshqaruvida edi. Amir Temur esa Mavronahrni birlashtirib kuchli davlat qurayotgan edi. Mojaro boshlanishi 1372-yil. Temur birinchi marta Xorazmga yurish qiladi. Sababi oddiy: bo'ysunmaslik. Xorazm vaqtincha taslim bo'ladi, lekin bu uzoq davom etmaydi. Qarshilik va yana urush. 1373-1387-yillar. Keyingi yillarda Xorazm yana bosh ko'taradi. Temur esa har safar qaytib keladi. Bu oddiy urush emas edi. Bu asta-sekin yo'q qilish edi. Hal qiluvchi yil 1388-yil. Eng dahshatli zarba. Urganch egallanadi. Urganch o'sha davrda juda boy va rivojlangan edi. Shahar vayron qilindi, aholisi tarqatildi. Xorazm mustaqilligi tugadi. Ba'zi rivoyatlarda aytilishicha, Temur Amudaryoni burib shaharni suv ostida qoldirgan emish. Bu haqda aniq dalil yo'q. Tarixchilar bunga shubha bilan qaraydi. Bu ko'proq og'zaki rivoyat. Haqiqiy voqea bundan ham dahshat. Temur shaharni shunchaki suv bilan emas, urush va vayronagarchilik bilan yo'q qiladi. Tarixda ba'zan haqiqatning o'zi ham afsonadan dahshatliroq bo'ladi. Qiziqarli ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni